Şu Germaniyada kvartiradaman do'stlar. Shu qushni nima yer ekan shu qush derdim. Bu qushni qaranglar. Nima yeyapti? Daraxtni gulni yer ekanda bu. Qaranglar. Qo'yar. O'zimizning musichaga o'xshash qush. Kattaroq lekin. Bizning O'zbekistonda musichadan. Ana shu Germaniyadagi kvartiralardan biri. Mana bu akfalar endi shunaqa toza. Shunaqa zo'r ishlaydi endi, mana qaranglar. Вообще Nemetski deganlar shu bo'lar ekan. Mana shunaqa. Mana meni bar mana bu yerda. Mana bu yerlar eshikdan kirishga mana bu glavnishim chapda vanna. Vanna ham kecha men bir joyini ko'rsatmoqchi edim. Oynasini qaranglar bunday qilib. Mana bu suvni birdaniga isitib berar edi mana bu narsa. Mana. Rakovinalar вообще shikolat. Endi germanskida baribir. Germaniyada bo'lgandan keyin germanskiy bo'ladi. Ana shunaqa obstanovka. Ana. Endi bu yoq spalni do'stlar mana. Qilib yoqamiz. Ana. Ochiramiz. Mana bu oynasi. Mana spalni. Hozirroq obzorda endi. Mana eshikdan kirish. Mana bu lekin bekilgan bu xonasichasi. Mana pilta mana. Tok bilan ishlaydi. Xonadonlik mana. Hamma gastevoy deymiz, nima deymiz bu yerda. Shunaqa do'stlar. Hozirroq kvartira haqida ma'lumot endi. Hali ham bu qush to'ygani yo'qda. Ana endi uchib ketdi. Bu daraxt bizada yo'q O'zbekistonda. Shunaqa. Choyni o'chirgandan bu yana hullab qolibdi. Nol qilmabman-da. Ana endi nol qildi. Endi bo'ldi, tugadi. Chillamay.